Assalomu alaykum. Bugun sizlarga o'sha Harmenusga bugun FK Mobile'ga yangi event, yangi o'yinchilar kelgan. U yerda Nuno Mendes 120 keldi. Oyog'i 5 ga 4, xullas pas 155, yaxshi xullas. Vitinha, Usmon Dembele, Makelele, Pacho, Guau va Barkalya va yangi boshqa ayna pak keldi. U yerda Roni 120 kelibdi. Oyog'i 4 ga 5, pas 153, shottingi 147, yaxshi. Va hammani pushkalari bilan lo qoldirgan Roberto Carlos, oyog'i 4 ga 5, pasi 154, shottingi 128, driblingi 140. Xullas, chotki do'stlar. Birinchi pak har doim like bosib obuna bo'lgan legendalar uchun qani ketdik. Yurmadi. Navbatdan taktika do'stlar, taktika. Yurmadi. Mana bu qani ketdik. Iltimos yur obunachilarim uchun. Yurmadi. Obunachilarim uchun yur endi. Nimagadir yurmayapti do'stlar. Nimagadir yurmayapti. Sabab shunchaki unamiz. Chota yurganga o'xshayapti. Yurmadi. Nima yurmadi? Ha, bo'pti. Ko'ngilga tushirmaymiz yana biron to'xtab turinglarchi, hali 100 marta topishga harakat qilaman. Xullas do'stlar, bitta topoladim xolos. Shuning uchun mana bu yerda otaman. Qani bismillahirrohmanirrohim. Atiga bitta topoladim. Xullas bismillah ketdi. Roberto Carlos. Yurmadi. Sizlarga kim tushdi? Kommentariyada albatta yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Harmen 100 ga bo'ldi. Hammalarga rahmat.